$500 urushadigan bormi? Chiganlarni yozaylik, $500 zarilib qoldi. Ama aytib, suyaylarini nariyadan ista yursa mendan emas, ama qattiq uraman lekin. Ama bugun ama ertaga yo'q. Internetda gapirish osonda, gapirningki $500 dan urushaman degan senmisan, endi nima bo'lyapti? Internet orqasiga gapirish osonmi? Aka, prosta hazil bu nima bilasizlar uka? Mashinga chaqirdinglar meni hozirmi? Yo'q, endi uka hazil-u, lekin TikTokda sen to'xtamasdan $500 dan solishaman deyapsan, gapingga javob berdi endi. Ya prosta hazilligini hamma biladi, bitta siz emas, hamma biladi. Men seriyoz maqsad nima bilan chaqirishdan aka? Maqsad shu $500 dan urushaman deganingga qani bir ko'raylikchi. Gaplash kerak bo'lsa, boshqa yerda gaplashamiz. Bo'ldi, gap so'z yo'q. Ha, pastga chiqish bo'lsa, chiq eshik, tush, qani bolalar, chaqiraman. Hayit namoziga chiqyapti, ro'za tutib chiqiladimi? Ro'za tutib chiqqandan keyin og'izda hayit namozidan keyin ochish kerakmi degan savollar juda ham ko'p takrorlanibdi. Yo'q, hayit namozida, hayit kunida bunaqangi ish qilinmaydi shariatimiz bo'yicha. Qaytanga mana ertangi Ramazon hayitida uydan chiqayotib qanaqangi bir nimadir bir shirinlikmi, nimadir yeb chiqishdek mustahab amal hisoblanadi. Shuning uchun hayit kuni ikki hayit ham Ramazon hayitida ham Qurbon hayitida ham umuman ro'za tutilmaydi. Unaqa tushuncha yo'q, ya'ni bunaqangi rivoyatlar, bunaqangi bu asossiz gap hisoblanadi.